Assalomu alaykum. Arifmetik kvadrat ildiz va uning xossalari mavzusida 4-test yechimlarini qilamiz. Bu yerda masala shartini o'qiydigan bo'lsak, ildizlar soni ham n ta ekan, yuzlar soni ham n ta ekan. Savol: n ning qanday eng kichik qiymatda ifodaning butun qismi 1 ga teng bo'ladi deb so'rabdi. Savol: qanday sonlarning butun qismi 1 ga teng? Butun qismi 1 bo'ladigan sonlarimiz 1 dan katta yoki teng va 2 dan kichik bo'lishi kerak. Mana shu oralikdan olingan ixtiyoriy sonning butun qismi 1 ga teng. Boshqa oralikdan olingan sonning butun qismi 1 ga teng bo'lmaydi. Demak, bu yerda n ni qanday kichik qiymat degani uchun n ga eng kichik qiymatdan berib ketaveramiz. Hop, birinchi bo'lib mayli, qiymat berib ketaveramiz. Ya'ni mana bu ifodani umumiy holda soddalashtirib yozganimiz uncha kerak bo'lmaydi. Bo'lmasa shunday qilmoqchi edim. Birinchi holat n teng 1. Birinchi holatdan boshladik va mana shu bir boshdan ketaveramiz. Birinchi bo'lib uchragan mana bu butun qismi 1 bo'lgan sonimiz o'sha n ning kichik qiymati bo'ladi. Demak, n teng 1 bo'lsa, bitta ildizning ichkarisida bitta 100 bo'ladi va bu 10 ga teng. 10 deganimiz mana bu oraliqqa kirmaydi. Xato. N teng 2 bo'lsa, ikkita ildizning ichida ikkita 100 bor. Ya'ni bu 4-ildiz ostida 200 degani. Savol: qarang, men qanaqa son izlab turibman? 2 dan kichik son izlab turibman. 2 dan kichik va 1 dan katta. Mana bu yerda hozir n ixtiyoriy qiymatda bu sonlar hammasi 1 dan katta bo'ladi. Sabab desak, mana buni umumiy holatni yozishim kerak. Xo'p, mayli, bitta yozib ko'rsataman. Mana ifoda teng. Nechta ildiz ko'paytiriladi? Ya'ni ildizlar ko'p, mana bunda endi xossa bor-ku, mana. Ildiz osti n, ildiz osti m, a bo'lsa bu m kara n ildiz osti a bo'ladi. Ya'ni ildiz darajalari ko'paytiriladi. Nechta ildiz bo'lsa ham. Hozir bu yerda n ta ildiz bor. N ta. Va har bir ildizning darajasi 2, ya'ni 2 lar ko'paytiriladi. 2 ko'paytiriladi. Mana shu 2 dan n ta bor. Ya'ni bu nimani beradi? 2 ni n darajasini. Ya'ni mana shu ifoda soddalashtirilganda ildizni darajasi, ya'ni bitta ildiz qilib yozadigan bo'lsak, o'sha ildiz darajasi 2 ning n darajasi bo'ladi. Va ichkarida yuzlar soni n ta-ku, yuzlar soni n ta. Ya'ni 100 ta n ni qo'shsak, 100 kara n bo'ladi. Mana shu ifoda mana bunga teng, soddalashtirilgan holati. Qisqa qilib yozadigan bo'lsak. Demak, mana shunga men n ni qiymatini berib ketaveraman. Xo'p, qaranglar, bu nima uchun 1 dan katta taqqoslash kerak? 1 bilan. Mana bu darajaga ko'tarib yuboramiz. Ko'tarib yuborsak, ildizi yo'qoladi. 100 kara n taqqoslash kerak 1 bilan. Bu yerda n natural son. Ixtiyoriy natural son qo'ysak, hozir bu yerda baribir har doim chap taraf katta bo'ladimi? Ixtiyoriy n o'rniga ixtiyoriy natural son qo'ysak, chap tarafning qiymati har doim 1 dan katta bo'ladi. Shuning uchun aytdim. N ixtiyoriy qiymatda, ya'ni mana bu yerda chiqadigan natijalarni ixtiyoriysi n o'rniga nechi qo'ysak ham baribir har doim u sonimiz 1 dan katta bo'ladi. Ya'ni 1 dan katta ekanligi aniq. Demak, 1 dan katta ekanligi aniq bo'lsa, mana bu yerga qaranglar, 1 dan katta ekanligi aniq bo'lsa, endi 2 dan kichikni izlasak bo'ldi. Shunchaki 2 bilan taqqoslaymiz bo'ldi. 1 bilan taqqoslash shart emas demoqchiman. Demak, tushungan bo'lsangiz davom qildiraman. Mana bu narigi ifoda shunga teng ekan. Endi mana shu ifodani o'ziga n ning qiymatini qo'yib ketaveraman. Buni taqqoslash kerak 2 bilan. 4-darajaga ko'tarib borsak, 200 taqqoslash kerak. 4-inchisi 16 bilan. Bu taraf katta. Ya'ni 2 dan katta bo'ldi. 2 dan kichigi kerak edi. Xato. Ya'ni bizga kerak emas bu. N teng 3. Tepadagi ifodaga qarang, shu yerga qo'yib ketaveraman. Ildiz ostida 2 ning kubi. Ildiz ichkarisida n ni 3 qo'ysak 300 bo'ladi. Xullas, mana shu ifodaga n ni 3 qo'yinglar. 8-ildiz ostida 300 bo'ladi. Yoki 3 ta ildiz ichkarisida 3 ta 100 ni qo'shilgani yozib ko'ringlar. Xo'p, buni taqqoslashim kerak 2 bilan. 8-darajaga ko'tarib borsak 300 taqqoslash kerak. 2 ni 8-inchisi bilan. 2 ni 8-inchisi nechi bo'ladi? 256 bo'ladi. Bu taraf katta, yana 2 dan katta ekan. Bizga kerak emas, bu 2 dan kichigi kerak edi. Keyingisi o'tamiz.
n teng 4 qo'ysak, birdan yozib ketaveramiz mana shu ifodaga yoki 4 ta ildiz 4 ta kvadrat ildizni ichkarisida 4 ta yuzni qo'shilgani. Ya'ni bu 16-ildiz ostida 400 ni beradi. Taqqoslash kerak 2 ning 16-si bilan. Uzr 2 bilan 16-darajaga ko'tarib boramiz. 400 ni taqqoslash kerak bo'ladi. 2 ning 16-si bilan va bu yerda bu taraf katta. Chunki 2 ning 10-si o'zi 1024 beradi. Ya'ni yana 2 ning 6-sini ko'paytirib yuborsak, oshib ketadi aniq. Ya'ni mana bu sonimiz 2 dan kichik ekan. Demak, n ning eng kichik qiymati nechi? 4 ga teng. Xo'p, keyingisiga o'taman. Ifodaning qiymatini toping. Mana bunisiga, ya'ni a mahrajini irratsiondan qutqarmoqchiman. Xo'p, bunisiga nimani ko'paytiramiz? Ildizda 2 plus ildizda 5 minus ildizdan ko'paytiramiz minusda. Bunisiga ildizda 2 plus ildizda 5 plus ildizdan ko'paytiramiz. E'tibor qilinglar, mana buni bitta guruhlanglar va buni bitta guruhlanglar. Mahraj nima bo'ladi? A kvadrat minus B kvadrat tushib qoladi. Suratini yozaman. Surat ildizda 2 plus ildizda 5 minus ildizda 7. Mahraj buni kvadratdan buni kvadratni arishim kerak. Xo'p, ildizda 2 plus ildizda 5 ning kvadrati 7 plus 2 ildiz ostida 10 bo'ladi. Arishim kerak ildizda 7 ning kvadrati 7. Narigi qavs. Surat ildizda 2 plus ildizda 5 plus ildizda 7. Mahraj yana mana buni bitta xat, buni bitta xat deb olsak, mana a kvadrat minus b kvadratga tushadi. Demak, buni kvadratni arishim kerak. Yana mahraj mana bilan bir xilda. Yana qaranglar, 7 lar qisqarib ketdi. 2 ildiz ostida 10 bo'ladi. Mahraji bir xilligi uchun shunday deb yozdim. 7 lar qisqarib ketgan holatini birdaniga. Ko'paytirilgan ildiz ostida 10 taqsim ildizda 2 plus ildizda 5 teng. Mahraj bir xil. Demak, suratlarni shunchaki qo'shib yuborsak bo'ladi, chunki mahraj bir xil. Mahrajini yozaman. Biz bitta kichikroq yozsak ham bo'ladi. 2 ildiz ostida 10. Surat nima bo'ladi? Mablag' qisqarib ketadi. Keyin suratda 2 ta ildizda 2 plus ildizda 5 qoladi. Ko'paytirilgan ildiz ostida 10 ildizda 2 plus ildizda 5. Bular qisqarib ketdi. Bular ham qisqardi. Ikkilar ham qisqardi. Demak, 1 chiqar ekan. Xo'p. Yig'indisi ildiz ichkarisidagi yig'indi 1 bo'ladiganlarni ko'paytirib ko'ramiz. Ya'ni ifat 1 taqsim 100 ko'paytirilgan ifat ildiz ostida 99 taqsim 100 ni ko'paytirib ko'ramiz. Teng. Bu nimaga teng? Mana bu yerga qo'yinglar qiymatini. 1 taqsim ildiz ostida 100 taqsim 1 minus 1 taqsim 100. Ko'paytirilgan ildiz ostida bitta yozaman. Ildiz ostida 99 taqsim ildiz ostida 100. Mahraj 1 minus 99 taqsim 100 teng. Mana bu kasrimiz 1 taqsim ildiz ostida 99 ni beradi. Keyin kasrimiz ildiz ostida 99 taqsim 1 ni beradi. Ya'ni 1 ga teng. 1 ga teng. Demak, yig'indisi 1 bo'ladiganlarni ko'paytmasi 1 ga teng. Ya'ni hozir mana bu suratiga qaranglar, mahrajga qarab o'tirmanglar. 1 taqsim 100, 2 taqsim 100 deb aytib ketib o'tirmang. Suratiga qaranglar. Mana 1 bilan 99, 2 bilan 98 ketaveradi va hokazo juftlanib ketaveradi. Hammasini ko'paytmasi 1 ga bo'lib ketaveradi. O'rtada bitta xat qoladi. Ya'ni o'rtada qaysi xat qoladi? 50-xat qoladi. Ya'ni ifat ildiz ostida 50 taqsim 100. Mana shu mana shundan boshqa hammasi ikkitalarni ko'paytirilib qiymati 1 ga teng bo'lib ketaveradi.
Demak, shuni hisoblab qo'ysak yetarli. Qolgan hammasi 1da. Xo'p, bu nimaga teng? F(at) endi ichkari soddalashtirib olaylik. Ichkari ilzosda 1/2 beradi yoki 1/ilzosda 2 beradi. Qo'yamiz o'sha berilgan ifodasiga mana bu yerga. 1/ildizda 2 1 minus 1/2 teng. Xullas 1 ni beradi. Demak, natijani qiymati ham 1 ekan. Bu ham 1 ga teng ekanda. Keyingi misol. Ildizda 2 qo'shilgan 1 ning 1000-chi darajasi teng. Mana bu ifoda qavs ochib chiqilib, soddalashtirilgandan keyin mana bu ko'rinishga keladi. A plus B ildizda 2 ko'rinishga keladi. Endi mana shuni minusligi ildizda 2 ayrilgan minus 1 ning 1000-chi darajasini soddalashtirsak, A minus B ildizda 2 ga B ildizda ifodaga to'g'ri keladi. Soddalashtirgan. Ya'ni masalan ildizda 2 plus 1 ning kvadrati. Qaranglar, bu daraja juftligi uchun juft daraja oldim. To'q daraja olsangizlar, mana bu o'rin almashgan holatda chiqadi. Ya'ni B ildizda 2 ayrilgan A bo'ladi. Tepasi bir xil turaveradi. Pasti boshqacha chiqadi. Ya'ni darajani juft olib ko'ringlar. Ixtiyoriy juft darajani olib, qavsni ochib chiqib ko'ringlar. Ikkalasini men shunchaki 2 bilan oldim. Siz xohlasangiz 4 bilan olib ko'ringlar. Darajasi 4 xil ochib ko'ringlar. Farqi yo'q, baribir bir xil chiqadi. Mana bu kvadrat nimaga teng? 3 plus 2 ildizda 2 ga. Endi ildizda 2 minus 1 ning qavs kvadrati nimaga teng? Ochsak buni 2 minus 2 ildizda 2 ga teng bo'ladi. Mana qolipga qaranglar. Bir xilmi? Bir xil. Faqat o'rta ishorasini farq qiladi. Ya'ni bu ikkalasi uchun shu narsa bo'ladi deb aytdim. Xohlovchilar boshqa daraja uchun tekshirib ko'ringlar, faqat juft daraja uchun. To'q darajada mana bu ikkalasi o'rin almashgan holatda yozilgan bo'ladi. Xo'p, demak, buni tushungan bo'lsangiz, endi bu ikkalasini qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak, ildizda 2 qo'shilgan 1 ning 1000-chi darajasi qo'shilgan ildizda 2 ayrilgan 1 ning 1000-chi darajasi teng bo'ladi nimaga? Bular qisqarib ketib 2a ga. Bu yerda A bilan B natural sonlar bo'ladi. Mana qaranglar, natural sonlar mana 3, 2 natural son. Pastda ham xuddi shunday. 3, 2 bular natural sonlar. Mana bu 2a chiqdi. Bu natural son. Ya'ni mana bu ikkalasi yig'indisi biror natural sonni berishi kerak. Endi buni tushungan bo'lsangizlar, keyiniga o'taman. Ildizda 2 minus 1 ning qiymati taxminan 0,4 ni beradi. Taxminan dedim. Endi buni 4-darajaga ko'tarib yuborsak, ildizda 2 minus 1 ning 4-darajasi nima bo'ladi? Taxminan 0,256. Mana. Qaranglar, mana bu sonimiz 0,1 dan kichik. To'g'rimi? Bu sonimiz 0,1 dan kichik, to'g'ri. Bu sonimiz 0,1 dan kichik bo'lsa, unda mana bu sonimiz ham 0,1 dan kichik bo'ladi. Buni o'chiraman-da. Bu kichik 0,1 dan deb yozib qo'yaveraman. Hozir bu yoqqa sig'adimi yo'qmi bilmadim. Shu uchun joy tejabroq yozaveray. Endi 250-darajaga ko'tarib yuboraman. 250-darajaga. Ildizda 2 minus 1 ning 1000-chi darajasi kichik bo'ladi. Mana buni 250-darajasi 0,00 hokazo 0,1 250 ta raqam bor. Mana shu holatga keladi. Endi qaranglar. Mana bu sonimiz ildizda 2 minus 1 ning 1000-chi darajasi bundan kichikligini ko'rsatib berdim. Demakki, mana bu sonimiz da verguldan keyin kamida bitta bir bu yoqqa ketgan bo'lsa, kamida
249 ta 0 bo'ladi. Qiymatida, haqiqiy qiymatida, bu taxminiy emas. Endi tepada mana bu taxminiy oldim. Lekin mana bu endi haqiqiy qiymatida verguldan keyin albatta kamida 249 ta 0 bilan boshlanadi. Soni bu yoqqa nima ketsa o'sha ketaversin narsaga. Lekin mana shu bosh 249 tasi 0 bilan tugaydi. Sabab mana bundan kichik sonni yozib ko'ringlar. Yoki mana ko'rsatib beraman. 0.001. Mana shundan kichik son yozib beringlar. 0 0 0 bo'ladi. Tak bu yerga birdan bu yerda bir turibdi-ku. Birdan kichik raqam yozishim kerak. Birdan kichik raqam 0, chunki bundan kichik son yozishim uchun mana bu yerga 3-raqamiga birdan kichik raqam yozishim kerak. Birdan kichik raqam 0 da. Yana qaranglar, men keyin yamasini bir qo'ydim mana. Mana bu son kichik tepadagida. Xullas, mana bu yer nechta 0 bo'lsa, keyingi sonimizda ham o'sha yerda shuncha 0 borligi aniq. 100% aniq. Tekshirib ko'ringlar, mana shunaqa sonlar bilan kichik deb olib. Demak, mana buni verguldan keyin 249 ta 0 bor ekanligini tushuntirib berdim. Endi tepaga qaytamiz. Ildizda 2 plus 1 ning minginchisi teng 2a ayrilgan ildizda 2 minus 1 ning minginchisiga. 2a ayrilgan, buni qiymatini yozaman tepadagi mana 0.00 va hokazo 00 249 dan 0 bor. Bu yoqqa nima raqam ketgan bo'lsa o'sha ketaversin. Teng. Buni qiymati qanaqa bo'ladi? Ixtiyoriy natural sondan mana bu ko'rinishdagi sonni ayirsak, nollar o'rnini 9 egallaydi. Ya'ni vergul boshini bilmayman, nima bo'lishini. Lekin aniq bilaman, verguldan keyingi mana bu 249 ta 0 ning o'rnini 9lar egallaydi. Mana 9dan keyinni va verguldan chap tomonni bilmayman necha chiqishini, uchun u yoq kerak ham yo'q. Nimaga bunday bo'ladi? Nimaga mana bu o'rnini 9 egallaydi? Ayirib ko'ringlar, mana shu sonni ixtiyoriy natural son, ixtiyoriy. Kelinglar 5 ta ayirib ko'raman. Mana shu sonni 5 ta ayirsak nima bo'ladi? 4.999 bo'ladi. Mana nollar o'rnini 9 egalladi. O'shaning uchun nollar o'rnini 9 egalladim va bu yerda kamida 249 ta 9 bor. Savolda mana shu sonning qiymatini yozdim. Asl qiymatini yozdim. Mana shu sonning verguldan keyin 100-o'rinda turgan raqamini so'ragan. Mana 249 tasi 9 bo'lsa, 100-o'rinda turgani ham 9 bo'ladi. Hop, keyingisiga o'taman. Shu tenglamani nechta butun yechimga ega? Ildiz osti x qo'shilgan ildiz osti y teng 200 deganimiz 10 ildizda 2. Qaranglar. X bilan y butun son. Ya'ni endi hozir bu yerda natural son bo'ladi yoki butun deb qo'yaveray, chunki 0 bo'lishi ham mumkin ekan. Butun son. Qaranglar, bu ildizda 2 ga karali son, to'g'rimi? Demakki, mana bu yerda ikkalasi ham ildizda 2 ga bo'linishi shart. Nimaga? Ildizda 2 ga bo'linmasa, masalan, nima desam ekan, butun son chiqsin. Masalan, 7 chiqsin. Bu yerga nechini qo'shsam 10 ildizdagi chiqadi. Hech qaysi sonni qo'shsam, ya'ni butun son bo'lishi kerak-ku bu. Hech qaysi hech qanday qiymatda 10 ildizga teng bo'lmaydi. Qo'shganimizda ildiz osti y qo'shganimizda hech qaysi butun qiymati. Chunki ildiz osti y teng bo'ladi 10 ildizda 2 ayrilgan 7 ga. Ya'ni bu taraf butun sondan ildiz olingan qiymat emasda. Ya'ni nima demoqchiman? Ikkalasi ham yoki bo'lmasam ildizdagi ko'paytirib yozay shuni. Ifodani ko'paytirib yozsam, ildizda 2 x 2x ildizda 2 kara ildiz osti x qo'shilgan ildiz osti y teng bo'ladi 20 ga. Bu taraf natural son. Demak, bu taraf ham natural bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yer
tepadan gaplarni bir xil bo'lib qolar ekanki, 10 ildizlikka teng bo'ladi. Xullas gap qisqasi yaxshi tushuntirib bera olmadim. Fikr kelmadi qanday tushuntirish uchun. Mulohaza qildim xullas. Qaranglar. Har ikkalasi ham ildizlikka karrali bo'lishi kerak. Agar birortasi ildizlikka karrali bo'lmasa, ya'ni mana buni yonida ildizlikka yo'q. Boshqa sonlar bo'lsa, keyingi sonimizda ham boshqa sonlar bo'lsa, yig'indi ham ildizlikka chiqmaydi. Ildizlikka chiqishi uchun har ikkalasi ildizlikka bo'lishi kerak xullas. Ko'p maydalashtirib tushuntirish harakat qildim. Tushuntirish uchun fikr kelmay qoldi xullas, to'g'risi, uzr. Demak, ketdik. Mana bu 10 ildizlikkani ikkita yig'indi ko'rinishda maydalash kerak. Qanday maydalaymiz? Mana 0 bilan 10 ildizlikka. Ildizlikka bilan 9 ildizlikka. Ya'ni yig'indisi buni berish kerak-da. Ketaveramiz, 0 berib ketaveramiz. Tak yoki bo'lmasa mana bunday. Bu sal tushunarsiroq bo'ldi, qaranglar. Ikkalasi ham ildizlikka karrali bo'ladi deb aytdim. Ikkalasi ham ildizlikka karrali. Demak, x ni a ildizlikida bo'lsam bo'ladi. Y ni ildizosti x ni uzr. Ildizosti x ni a ildizlikida bo'lsam bo'ladi. Ildizosti y ni b ildizlikida deb olsam bo'ladi. O'shanda mana a ildizda 2 qo'shilgan b ildizda 2 teng bo'ladi 10 ildizlikka. Ildizosti x shunaqa deb olsak bo'ladi-ku. Demak, endi ildizliklar qisqarib ketsa a plus b teng 10 bo'ladi. Bu yerda a bilan blar natural sonlar. Yig'indisi 10 bo'lgan natural sonlar nechta? Ya'ni bu yerda yechimni yozib ketaman. Mana 0 10, 1 9 va hokazo. Oxirida 10 0. Jami 10 bitta yechim bor ekan. Ixtiyoriy qiymatni olib ko'rlar. Masalan, 0 10 ni oladigan bo'lsak, ildizosti x nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Ildizosti y imiz b o'rniga 10 qo'ysak 10 ildizlikka bo'ladi. X y bar butun chiqib ketaveradi. Xullas shunaqa mana shu yerdagi 10 bitta yechim sifatida olinadi. Tushuntirishim sal qiyin bo'ldi, uzr, lekin osonroq tushuntiraman deb tushuntirib bera olmadim. Bu ifoda teng. Mana bu suratiga qaranglar. Ildizlikka mahraj berib yuborsak 4 plus ildizost 7 taqsim ildizlikka bo'ladi. Ya'ni ko'paytirganda mana bu 16 ildizost 16 ni berib 4 chiqadi ildizdan. Mana mahraj ildizlikka turibdi-ku. Mana shu ildizlikkani bu mahrajga tushirib yuboraman. Yoki mana shu kasrning surat mahrajini ildizlikka ko'paytirib yozaman. Surat va mahrajini ildizlikka ko'paytirib yozsak 4 plus ildizda 7 mahraj 4 plus ildizosti 8 plus 2 ildizda 7 bo'ladi. Inja ko'p maydalashtirmayman. Keyingisini ham xuddi shuni ildizlikka ko'paytirib yozamiz. 4 minus ildizosti 7 pastda 4 minus ildizosti 8 minus ildizosti 7 uzr teng surat 4 plus ildizosti 7 mahraj 4 plus mana buni ildiz oladigan bo'lsak ildizda 7 plus 1 ni beradi. Plus 4 minus ildizosti 7 4 minus buni ildiz oladigan bo'lsak ildizda 7 minus 1 ni beradi. Ya'ni minus ildizda 7 plus 1 bo'lar ekan. Teng 4 plus ildizosti 17 mahraj 5 plus ildizosti 7. Keyingisi 4 minus ildizosti 7 mahraj 5 minus ildizosti 7. Mahrajini erasidan to'xtatishimiz kerak. 5 minus ildizosti 7 ni ko'paytiramiz. Bunisiga 5 plus ildizosti 7 ni ko'paytiramiz. Teng mahraj 25 minus 7, ya'ni 25 dan 7 ni ayirsak 18 bo'ladi. Mahraj 18, surat ko'paytirib ochib chiqaman. 20 minus 4 ildizda 7 plus mana bu 17 yozilibdi. 5 ildizda 7 minus 7. Endi buni ochib chiqaman. 20
plus 4 ildizda 7 minus 5 ildizda 7 minus 7. Bu bilan bu ketdi, bu bilan bu ketdi. Demak, teng. Suratda xullas 2 kara 13 qoladi suratda, pastda 18 qoladi. 2 ga qisqartirib yuborsak 13 taqsim 9 chiqadi. Bu ifodani qiymatini toping debdi. Mana bu ifodani ko'paytiruvchi ajratib olamiz. Ajratsak x minus 2y va x plus y ni beradi. Tekshirib ko'ray. X kvadrat. To'ppa-to'g'ri yozdim. Demak, teng. X deganimiz 4 plus ildizda 3. 2 y ni ayiramiz. 2 y ni ayirsak minus 4 plus 2 ildizda 3 bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shamiz. Ikkalasini qo'shib yuborsak birdan yozib ketaveramiz. Xullas, ikkalasini qo'shsak 6 ni berar ekan. Teng. 4 lar qisqarib ketdi. Bu yerda 3 ildizda 3 qoladi. Narida 6 bor edi. Demak, ko'paytirsak 18 ildizda ostida 3 bo'ladi. Bu ifoda teng. Surat va mahrajini ildizdagi ko'paytirib yozaman. Ko'paytirishimdan maqsad mana bulardan ildiz olish. Og'zaki ildiz olish. Ildiz chiqarish. Surat ildizda 2 kara yoki qaranglar, har ikkalasini suratda ildizdagi bor. O'sha ildizdagini oldiga chiqarib yozay. Ildizda 2 kara surat 2 plus ildizda 3. Mahraj nima bo'ladi? 2 plus ildiz osti 4 plus 2 ildizda 3 ga teng mahraj qo'shilgan. Keyingisi 2 minus ildiz osti 3. Suratining ildizda 2sini oldiga yozdim dedim. Mahraj 2 minus ildiz osti 4 minus 2 ildizda 3 bo'ladi. Teng. Ildizda 2 ko'paytirilgan. 2 plus ildizda 3. Mana buni ildiz oladigan bo'lsak, ildizda 3 plus 1 ni beradi. Mana shuni kvadrati bunga teng. Tepadagi holatda, mana bu holatda men og'zaki ildiz chiqara olmayman. Ya'ni chiqarsa bo'ladi, faqat qiyin bo'ladi. Qachon ildiz chiqara olaman? Mana bu ildizni oldi 2 ga karrali bo'lsagina ildiz chiqara olaman og'zaki. Hozir bu yoqda ham bittasini ko'paytirdim-ku. Mana bunda mana. Men ildizni oldi 2 ga karrali emas, o'shaning uchun ildizni ko'paytirdim. O'zi ham mana qilib ildizni mahrajga tushirib qo'yibdi, xuddi yashirib qo'ygandek o'sha ildizni. U holatda turgan bo'lsa, ildiz chiqarish men uchun noqulay. Demak, 2 plus undan ildizda 3 plus 1 deb aytdim. 2 minus ildizda 3 mahraj 2 minus bu ifodadan ildizda 3 minus 1. Yana qavs ochib yuboradigan bo'lsak, minus ildizda 3 plus 1 bo'lar ekan. Teng. Ildizda 2 plus ildizda 3 mahraj 3 plus ildizda 3 plus surat 2 minus ildizda 3 mahraj 3 minus ildizda 3. Xo'p, mahrajini minusni ko'paytiramiz. Bunisiga mahrajini plusni ko'paytiramiz. Ildizda 2 oldida. Bu yoqda xullas mahraj bitta bir xil bo'ladi. Bitta kasrda yozsam bo'ladi. Mahraj nima bo'ladi? A kvadrat minus B kvadrat formaga tushadi. 9 minus 3, ya'ni mahraj 6 bo'ladi. Surat ko'paytirib chiqaman. 6 minus 2 ildizda 3 plus 3 ildizda 3 minus 3. Endi bular ko'paytiraman. Plus 6 plus 2 ildizda 3 minus 3 ildizda 3 minus 3. Teng. Bu bilan bu ketdi, bu bilan bu ketdi. Ildizda 2 oldidagi mahrajdagi 6. Suratda nima qoladi? Suratda 6 qolar ekan. Demak, 6 lar qisqarib ketdi. Ildizda 2 chiqar ekan javob. Takrorlanayotgan joy mana.
shu ifodani o'zi 7 ga teng bo'lsa, takrorlanayotgan joyi ham, ya'ni mana bu yer ham shu 7 ga teng. Chunki qizil aylanaga olgan qismiga qaranglar, o'sha yer ham mana bu ifoda bilan bir xil yozilganda, ya'ni mana bu yer ham 7 ga teng. Yani takrorlanayotgan qismiga 7 qo'yib ketamiz. Ildiz ostida a plus 2 qo'shilgan 7 teng 7. A plus 9 teng 49, ya'ni kvadrat ko'tarib yozdim. A teng 40. Endi keyin buni hisobla deb yozibdi. Buni x deb olsam, mana bu yer ham x bo'ladi. Chunki bu yer ham o'sha boshdagi berilgan ifoda bilan bir xil yozilgan. Mana qizlar aylana ichidagi. Demak, yozaman ildiz ostida a minus 10 qo'shilgan x teng x ga. A minus 10 nimaga teng? 30 ga teng. Ildiz ostida 30 plus x teng x ga. Kvadrat ko'tarib boramiz. X kvadrat minus x minus 30 teng bo'ladi 0 ga. X minus 6 x plus 5 teng bo'ladi 0 ga. Bu yerda x teng 6 chiqadi. X teng manfiy olinmaydi, chunki bu nima bo'lib qoldi? Ildiz ostida 30 qo'shilgan ildiz ostida 30 qo'shilgan ketaveradi. Musbat son-ku, manfiy son emas. Shuning uchun manfiyni olmaymiz. X teng 6 bo'ladi. Xo'p, butun qismi 1 bo'ladigan qo'shib chiqaman. Ya'ni butun qismi qaysilarniki 1? Butun qismda ildiz osti 1 ayrilgan. Butun qismda ildiz osti 2 qo'shilgan. Butun qismda 3 ildiz osti. Mana bularning barchasi butun qismi 1. Ya'ni 1 minus 1 plus 1 bo'ladi. Natija 1 chiqadi. Keyingisi. Tak. Buni oldin minus bilan boshlaymiz. Xo'p, buni bitta xatoligi bor. Ya'ni qaranglar, juft sonlarning oldi minus bo'lishi kerak. Mana buni ham, mana bu sonimiz ham juftligi uchun oldi minus bo'lishi kerak edi. Xato yozilgan. Demak, keyingisi minus ildiz osti 4, ya'ni ildiz osti 4 2 ku, 2 dan boshlab bu yo'g'i butun qismi 2 bo'ladi. Qo'shilgan ildiz ostida 5 ayrilgan ildiz ostida 6 qo'shilgan ildiz ostida 7 ayrilgan ildiz ostida 8. Ildiz ostida 9 ni yozmayman, chunki ildiz ostida 9 dan bu 3 chiqadi, butun qismi ham 3 bo'ladi. U yog'iga butun qismi 3lar bo'ladi. Hisoblaymiz. Bularning hammasi butun qismi 2, ya'ni har birining o'rniga minus 2 qo'yib ketsam, minus 2 plus 2, uzr, har birining o'rniga 2 qo'yib ketsam, minus 2 emas. Minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 va minus 2 bo'ladi. Natija minus 2 ga teng. Qaranglar, xullas keyingisini yozib ko'rsangizlar ham bo'ladi bemalol. Faqat vaqt ko'p ketib qoladi. Uni yozishni o'rniga shu yerdan xulosa qilaylik. Tekshirishlaringiz mumkin xohlasangizlar. Keyingilarni yozib qanday xulosa qilamiz? Agar butun qismi toq bo'lsa, natija o'ziga teng. Agar butun qismi juft bo'lsa, natija o'zining manfiyligiga teng. Ya'ni keyingi qatorga butun qismi 3 bo'ladiganlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, natija toq sonlar o'ziga teng deb aytdim-ku. Natija 3 bo'ladi. Keyingi qatorga butun qismi 4 larni qo'shib chiqadigan bo'lsak, natija -4 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu holat ketaveradi va hokazo qaysigacha boradi. Qaranglar. Mana bu yerda birinchi sonimiz nima bo'lib turibdi? Birinchi sonimiz biror sonning kvadrat bo'lib turibdi. 1000 dan kichik, eng katta biror sonning kvadrati nechi? 961 31 ning kvadrat. Ya'ni ildiz ostida 961 eng oxirgisi bo'ladi. Xo'p, toqlarining oldi musbat. Demak, oldi musbat, keyingisi oldi manfiy. 962. Xullas, bu yoqqa ketaveradi. Bu qaysi qator bu? Yo'q, to'xtanglar. Buni oxiri 1000 gacha boradi. Bu qator to'liq yozilmay qoladi. Mana bu. Bularning butun qismi 31, ya'ni mana bundan 31 ildiz chiqadi. Bularning butun qismi 31 va bu qator to'liq oxirigacha bormaydi. Chunki 32 ning kvadrati nechi? 1024. 1024. Ya'ni hozir mana bu ifoda, mana ifoda. Minus ildiz ostida 1023 gacha borsa, gina buning butun qismi tepadagidek xulosa qilsak bo'lardi. Ya'ni bu butun qismi 31 lar-ku, butun qismi 90 bo'lsa dedim. Natija o'zi chiqadigan, men 31 deb yozsak bo'lardi mana buni.
Lekin bu hozir to'liq oxirigacha yozilmadi, chala qoldi. 1000 gacha bordi, chala qoldi. Bu yerda hozir nima chiqadi natija? Birinchisi 31, mana qaranglar, soniga qaranglar, 90 oldin musbat edi, shuning uchun oldiga musbat qo'ydim. 31, keyingisi -31 bo'ladi, keyingisi +31 va hokazo ketaveradi. Xo'p, bu yerda nechta son bor? 961 dan 1000 gacha nechta son bor? 1000 dan 961 ni ayirib 1 ni qo'shishimiz kerak edi, ya'ni 40 ta son bor. Qaranglar, demak 31 dan 40 ta va -31 dan uzr. Ya'ni 40 ta son bo'lsa, shu 40 ta sonning ichida mana bu yerda hozir qaranglar, har ikkitasini qo'shsak 0 beradi-ku. 40 ta son bo'lsa, juftlab chiqsak 20 ta juftlik bo'ladi va har bir juftlik 0 ga teng. Chunki mana bittasi +31, bittasi -31 qo'shsak 0 bo'ladi. Sonlar soni juft ekanligi uchun natija umumiy holatda 0 chiqadi. Mana bu qatorimiz qiymati umumiy holatda. Agar toq bo'lganda yoki -31 yoki +31 yo'q, qaysi biri bo'ladi toq bo'lganda? Toq bo'lganda 31 chiqardi, uzr. Toq bo'lganda 31 chiqardi, lekin sonlar soni juft ekanligi uchun natija 0 chiqdi. Demak, bundan orqadagi qator qaysi qator? Bular butun qismi 31lar-ku, bundan orqadagi qatorimiz butun qismi 30lar. Butun qismi 30larni qo'shadigan bo'lsak, natija -30 bo'ladi. Agar butun qismi juft bo'ladigan bo'lsa, uning manfiyligi chiqadi deb aytdim. 31lar qatori edi, undan orqadagi 30lar qatori bo'ladi. Demak, hisoblaymiz umumiy yig'indini. 1 -2 +3 -4 plus va hokazo ketaveradi. Oxirida -30. Va bu 0 ekan, oxirgi qator yozishimiz shart emas, teng. Har ikkitasini qo'shganimizda -1 ni berib turibdi. Va bu yerda 30 ta son bor. 30 ta sonni ikkitadan juftlab chiqsak, 15 ta juftlik bo'ladi va har bir juftlikning qiymati -1 ga teng. Demak, bu -15 ga teng bo'ladi. Xo'p. Kvadrat ko'tarib yuboramiz. Shu holatda a kvadrat qo'shilgan 2ab qo'shilgan b kvadrat taqsim a kvadrat - 2ab qo'shilgan b kvadrat teng 7 bo'ladi. Proporsiya qilib yuboraman. A kvadrat qo'shilgan b kvadrat qo'shilgan 2ab teng 7 a kvadrat qo'shilgan b kvadrat ayrilgan 14ab bo'ladi. Buni bu tarafga olib o'taman. Mana ikkalasini bu tarafga olib o'tsam 16ab teng bo'ladi 6 a kvadrat qo'shilgan b kvadratga. Demak, a kvadrat qo'shilgan b kvadrat taqsim ab teng ekan. AB ni qarshisida 16, uni qarshisida 6 bo'lishi kerak. 2 ga qisqartirib yozsam 8 taqsim 3 ekan. Savolda nimani so'radi? Mana shu ifodadan so'radi. Sabab mahraj berib keldi. Bunga a, bunga b beramiz. Mahraj bersak a kvadrat qo'shilgan b kvadrat taqsim ab bo'ladi. Ya'ni mana shu ifodani so'ragan masala shart. Xo'p, bu yerda har bir ildizimiz ichkarisi to'la kvadrat ifodalab turibdi. Ya'ni mana bu ildizning ichkarisi nimani to'la kvadrat? 2 ning kubi ayrilgan 2 ning qavs kvadrat yozilgan mana bu ichkariga. Keyingisi 2 ning 5-chisi ayrilgan 2 ning kubi yozilgan. Bu yerda qanaqa qonuniyat bor? 2 ning darajalari toq ekan. Ya'ni keyingisi 2 ning 7-chisi ayrilgan 2 ning 5-chisi bo'ladi. Shu hokazo oxirgisi nechi bo'ladi? 2 ning 11-chisi ayrilgan 2 ning 9-chisi bo'ladi. Teng. Mana birinchi ildiz, bu ikkinchi ildiz. Qaysi biri qisqardi? Ya'ni qaysi tarafdagisi qisqardi? Keyingi son yozilgan bo'lsa, uning o'ng tarafdagisi qisqardi. Demakki, oxiridagini ham o'ng tarafdagisi qisqaradi. Nima qoldi? Mana bu yerda bu qoldi va bu yerda bu qoladi. 2 ning 11-chisi ayrilgan, 2 ning 1-chisi qoladi. 2 plus b kalit. Sonlar uchun qaysi munosabat o'rinli? Mana ifodani a deb olibdi. Mana bu yer ham a ga teng, chunki bu yer ham o'sha ildizdikka ketib turibdi. U yer ham a ga teng. Demak, qo'yamiz. A teng ildiz ostida 2a. Kvadrat ko'tarib yuboramiz. A kvadrat teng 2a. Bu yerda a teng 0 va a teng 2 chiqadi. A teng 0 olmaymiz, chunki bu ifoda 0 ga teng emas. Shuning uchun 0 olmaymiz. A teng 2 ekan. Bu taraf. Xullas, yana shu takrorlangan joyga shu qiymatini qo'yamiz. Mana bu yerda takrorlangan joy, bu yerga o'rniga
bni qo'yamiz. B teng ildizda 2 plus b. Kvadrat ko'tarib yuboramiz. B kvadrat teng b plus 2. B kvadrat minus b minus 2 teng 0. B teng 2 va b teng minus 1. Bu yerda bu ham manfiy emas, chunki musbat sonlar qo'shilib ketdi. Ya'ni manfiy olmaymiz. Shunda b teng 2 bo'ladi. Ikkalasi ham 2 ekan, demak a b ga teng. 2 ildizda 2 ayrilgan 3 ning 7-darajasi teng a ildizda 2 ayrilgan b bo'lsa, ildizda 2 qo'shilgan 3 ning 7-darajasi teng bo'ladi. Bu narsani ildizda 2 plus 1 ning 1000-darajasida aytib o'tdim. Ya'ni mana buni plusligi, buni ham plusiga teng bo'ladi. Bu narsani aytib o'tdim. Nima uchun bunaqa bo'lishini ko'rsatib berdim. Kichikroq sonda yozib ko'ringlar, ishonmasangizlar, kubda faqat darajasi to'q bo'lishi kerak. Shunda yozib ko'ringlar. Mana shu xuddi shunaqa ifodaga keladi. O'rtasini plus minus orasini farq qilib turadi. Ya'ni xuddi shu narsa bo'ladi. Xo'p, endi bu ikkalasini ko'paytirib yuboramiz. Ko'paytirib bo'lsak, chap tomonimiz nima bo'ladi? Chap tomonimiz 8 minus 9 ning 7-darajasi bo'ladi. Ya'ni qavs ichkarilari a kvadrat minus b kvadratga tushadi. A minus b, a plus b. Shuning uchun kvadratlardan ayirmani yozib qo'ydim. O'ng tarafimiz bo'lsa, bu taraf ham shu a kvadrat minus b kvadrat tushadi. 2a kvadrat ayrilgan b kvadratni beradi. Buni qiymati minus 1. Demak, buni qiymati ham minus 1 bo'ladi. Shu soni natural son bo'ladigan n ning 100 dan oshmaydigan eng kichik va eng katta natural qiymatlari ayirmasini toping debdi. Shu soni natural son bo'ladi. Xo'p, mana bu sonni yozib olaman. Ilzosda n n ichkariga kirgizib yuborsak, 4-ildizosda n kub bo'ladi. Mana shu berilgan ifodasi mana shu. Bu ifoda natural son bo'lishi kerak ekan. Natural son bo'ladigan n ning 100 dan oshmaydigan eng kichik va eng katta natural qiymatlari ayirmasini toping debdi. E'tibor qilinglar. Bu yerda 4-darajali ildiz yo'qolishi uchun n biror sonning 4-darajasiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu ifodani mana x deb olsam, nima debdi? Masala shartda mana bu x natural son debdi. 4-darajaga ko'tarib yuborsak, n kub teng x 4-si bo'ladi. Qanday tushuntirsam ekana? Xullas, mana bu tushuntirishga fikr kelmadi. Xullas, mana bu 4-daraja ildiz yo'qolishi uchun n biror sonning 4-darajasi bo'lishi kerak. Xo'p, 4-darajasi bo'lmasa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Xo'p, mana 2-darajani yozib ko'ramiz. Masalan, 2 ning 6-darajasini oladigan bo'lsam, bu nima bo'ladi? 2 ning kub bilan 2 ning 18-si bo'ladi. 2 ning 18-sidan 4-darajali ildiz chiqmaydi. 4-daraja ildiz chiqishi uchun bu 3 4 ga bo'linmagani uchun n ning o'zi biror sonning 4-darajasi bo'lishi kerak. Demak, n bu yerda natural sonlarning 4-darajasiga teng bo'lgan sonlar olishimiz kerak. Ya'ni 1 ning 4-darajasi 1 ga teng, 2 ning 4-darajasi 16 ga teng, 3 4-darajasi 81 ga teng, 4 ning 4-darajasi necha bo'ladi? 256 bo'ladi. Va bu yerda oshib ketdi. 100 dan oshmasa debdi-ku. Ya'ni bu taraf oshib ketdi. N ga 256 qo'ya olmaymiz-ku, 100 dan oshmasa degani uchun. Demak, eng kichik qiymati 1, eng katta qiymati 81. Ularni ayirmasi 81 ayrilgan 1, natija 80. Xo'p, toq sonlarning yig'indisi biror sonning kvadratini beradi. Ya'ni faqat eng kichikdan boshlab kattasiga qarab yozib ketish kerak. Tartiblangan holatda yozilgan bo'lsa, mana 1 plus 3 2 ning kvadratini beradi. 1 plus 3 plus 5 deganimiz 3 ning kvadratini beradi. 1 plus 3 plus 5 plus 7 deganimiz 4 ning kvadratini beradi. Xullas, mana shunaqa ketaveradi. Toq sonlarni tartib bilan bir boshdan qo'shib ketsak, bu yig'inda biror sonning kvadratini beradi. Xo'p, bu qaysi sonning kvadratini beradi degan savolga nechta toq son qo'shgan bo'lsak, o'shani kvadratini beradi. Mana 2 ta toq sonni qo'shdik, 2 ning kvadratini beradi. 3 ta toq sonni qo'shsak, 3 ning kvadratini beradi. Shunaqa ketaveradi. Demak, mana bu yerda hozir nechta toq son borligini aniqlasak, a o'shaning kvadratiga teng bo'ladi. Nechta toq son bor? Qaranglar, bu 101 turibdi-ku.
102 gacha bo'lgan 90 yozing, to'g'rimi? 102 gacha bo'lgan 90 yozildi. 102 gacha 90lar ham, juft sonlar ham 50 bittadan bo'ladi. Ya'ni 102 ni o'zini 2 ga bo'ldim. 102 gacha yozilgan 90lar ham, juft sonlar ham 50 bittadan bo'ladi. 90 juft son. Ya'ni hozir mana bu yerda 50 bitta 90 yozildi. Demak, A sonimiz 51 ning kvadratiga teng. Endi B ga qaranglar, bu 199 turibdi. 100 ni yozsam, ya'ni 100 gacha bo'lgan 90lar yozilgan B da. 100 gacha nechta 90 bor? 50 ta 90 bor. Va 50 ta juft son bor. Ya'ni mana bu yerda hozir tepada 50 ta 90 yozilgan bo'lsa, B bu yerda 50 ning kvadratini beradi. Demak, ildizda A ayrilgan ildizda B deganimiz 51 ayrilgan 50 bo'lib, natija 1 chiqadi. Ifodani hisoblang. Bu ifoda teng. Adashmasam, birinchi ifoda 3 darajada 4 ayrilgan 2 darajada 3 ning kvadratini beradi, ildiz ichkarisi. Ha, aniq shuni beradi. Aniq shunday. Demak, ildiz oladigan bo'lsak, hozir ildiz oladigan bo'lsak 3 darajasi 4 ayrilgan 2 ning kubi qoladi. Kattasidan kichikka ayirgan bo'lishimiz kerak. 3 darajasi 4 degan 81, 2 darajasida 3 deganimiz 8. Kattasidan kichikka ayrilgan. Xo'p, keyingisi endi mana shuni plyusdek yozilganda 3 darajasi 4 qo'shilgan 2 darajasi kub yozilgan keyingisida mana shuni qavs kvadrati soddalashtirilgan holat yozilgan. O'shanda o'rtaga 6 4-chi tushib qoladi. Teng, bular qisqarib ketdi. Demak, bu ham 81, bu ham 81 qo'shsak natija 162 bo'ladi. Xo'p, surat mahrajini ildizdikka ko'paytiraman. Aytdim sababini boshda. Mana bu ildizning oldi 2 ga karrali bo'lmasa, men 2 ga karrali qilib olaman deb. Shuning uchun ikkalasini ham ildizdikka ko'paytirib yozaman. Teng. Xo'p, suratini ildizdikisini qavsdan chiqarib oldiga yozib qo'yaman va bu yo'g'ini yozaman. Surat ildizda 3 minus 14. Suratlarda har ikkalasida ham ildizdikki bor, o'shani oldiga chiqarib yozib qo'ydim. Mahrajiga qaranglar. Mahraj 4 plus 2 ildizda 3 ayrilgan 4 ildizda 2 bo'ladi. Ayrilgan keyingisi ildizda 3 minus 7 mahrajda 4 plus 2 ildizda 3 qo'shilgan 3 ildizda 2 bo'ladi. Teng. Ildizda 2 ildizda 3 ayrilgan 14. Hamda ildizda 3 plus 1 ni beradi. Ildizda 3 ayrilgan 7. Bundan ildizda 3 plus 1 ni beradi, qo'shilgan 3 ildizda 2. Teng. Ildizda 2 ko'paytirilgan, bu yerda nima qoladi? Tak, yaxshi songa o'xshamadi-ku. Uzr, qiyinlashtirib yuboribmanmi adashmasam? Shunday qiyinlashtirib yuboribman-ku. Voy, uzr, ko'p katta xato qilibman. Bu ishlar kerak emas ekan. Vaqtlaringizni oldim, uzr. Oddiygina mahrajini erasatdan qutqarib yuboramiz. Ya'ni mahrajining plyusini ko'paytirib yuborsak, nima bo'ladi? Yaxshilab qaranglar. Mahrajini plyusini ko'paytirdik. Surat ildizda 3 ayrilgan 14 turibdi va yoniga mahrajini plyusini yozaman. Ildiz ostida ildizda 3 plus 2 ayrilgan qo'shilgan 4. Mahrajini plyusini tepaga ko'paytirdim. Mahrajni ko'paytirsak, mahraj A kvadrat minus B kvadrat tushadi. Buni kvadratdan buni kvadrat ayrilgan qoladi. Ildizda 3 qo'shilgan 2 ayrilgan 4 ni kvadrat 16. Keyingi kasrimizda ham xuddi shunday mahrajini endi minusni ko'paytiramiz. Ildizda 3 ayrilgan 7 mahrajini minusni yozaman tepaga. Ildizda 3 plus 2 ayrilgan 3 mahraj o'sha A kvadrat minus B kvadrat tushadi. Ildizda 3 qo'shilgan 2 ayrilgan 3 ni kvadrat 9 bo'lib qoladi. Qaranglar, bu bilan bu ketadi. Bu bilan bu ketadi. Qisqarib ketadi-da.
Nima qoldi? Mana bu ayrilgan bu qoldi. Shu ifodani yozaman. Ildizda 3 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 ayrilgan. Hop, ayirib yozsam, ildizda 3 plus 2 qo'shilgan 3 bo'ladi. Bular qisqarib ketib natija 7 chiqar ekan. Demak, nima qilamiz? Xo'p, endi o'zim hisoblaydigan yo'lim, mana bu yerda hozir ildiz chiqarmoqchiman, mana bu katta ildizdan. Lekin mana buni oldi 2 ga karral emasligi uchun men bu sonni ildiznikiga ko'paytiraman va ildiznikiga bo'laman. Mahrajda o'sha ildiznikini yozaman. Mahrajda o'sha ildiznikini, yo'q, to'xtanglar, o'zi ildiznikisi bor ekan mana bu yerda. Ya'ni mana bu qavsdan ildiznikini olib chiqsam, ildiznikki ko'paytirilgan ildizda 7 ayrilgan ildizda 3 qoladi. Va mana shu ildizda 2 ni men mana bu qavsga ko'paytirib yuboraman. Bu ildiznikini o'chiraman, mana bu qavsga ko'paytirib yuborsam, ildiz osti 10 minus 2 ildiz osti 21 bo'ladi. Ko'paytirilgan 5 plus ildiz osti 21 bo'ladi. Teng. Ildiz osti 7 ayrilgan ildiz osti 3 ko'paytirilgan. Mana bundan ildiz oladigan bo'lsak, ildizda 7 ayrilgan ildiz osti 3 chiqadi. Ya'ni mana shuni kvadrat bunga teng. Ko'paytirilgan 5 plus ildiz osti 21 teng. Bu ikkalasi ko'paytirib yuborsak, ya'ni ildizda 7 ayrilgan ildiz 3 ning qavs kvadrati nima bo'ladi? 10 minus 2 ildiz osti 21 bo'ladi. Ko'paytirilgan 5 plus ildiz osti 21. Mana bu qavsdan 2 ni qavsni tashqariga chiqarib bo'lsa, 2 oldiga chiqsa, bu 5 bo'ladi. Bu yerda 2 o'chadi. Teng 2 karra. Bu ikkalasi a kvadrat minus b kvadrat formaga tushadi. 25 ayrilgan 21 bo'ladi. Va natija 8 chiqadi. Har bir qavs to'la kvadrat ifodalab turibdi. Ya'ni birinchi qavsimiz, birinchi ildizimiz 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 3 ni kvadratining qavs kvadrat bo'lib turibdi. Mana ildiz ichkarisi. Demak, ildiz oladigan bo'lsak, 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 3 ni kvadrat bo'ladi. Qaranglar, bu yerda modullar chiqish kerak edi. Ya'ni hozir mana shu holatda musbatda. Ya'ni mana bu sonimiz katta, bu sonimiz kichik-ku. Surat bir xil bo'lsa, mahrajining kichigi katta. Ya'ni mahraji kichigi bumi, demak bu kasr katta. O'shaning uchun kattasidan kichikni ayirgan holatda yozishimiz kerak. Adashib 3 kvadrat ayrilgan 3 deb yozsak xato bo'ladi. Chunki bu ifoda manfiy. Ildizdan manfiy son chiqmaydi. Shuning uchun kichigi chapda, mahrajining kichigi chapda, mahrajining kattasi tepada, o'ng tarafda turgan bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisini ildiz oladigan bo'lsak, 1 taqsim 3 ni kvadrati ayrilgan 1 taqsim 3 ni kubi bo'ladi. Biz bu hokazo ketaveradi. Oxirdagi ildizimizdan nima chiqadi? 3 ni 9-chisi ayrilgan 3 ning 10-chisi chiqadi. Teng. Birinchi kasr, birinchi ildiz, ikkinchi ildiz. Ikkinchi ildizning chapdagisi qisqaradi. Demak, oxirgini ham chapdagisi qisqaradi. Nima qoladi? 1 taqsim 3 qoladi. Mana boshidagi va buni oxiridagi 1 taqsim 3 ildiz osti 3 darajada 10 qoladi. Kalitda C kalit.